Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar, Muhammad Usmonov kanali obunachilari. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan bo'lyapti. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek Pondi to'la-to'kis bitta xonamiz, bitta avzorini o'tib ketaman. Razmerlari, rasxodlarigacha xudo xolasa sizlar bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, bu yerimiz razdivalka bo'lib turibdi. Bu yerimiz shunday razdivalka. Bu yoq oshxonadan kirish xod. Bu yoq oshxonadan kirish xod. Bu tomon tashqaridan kirish xod. Tashqari bo'lib tashqari emas. Bu yoqda ham bitta xona bor, kladovka sifatida foydalanishar ekan. Ular tashqaridan kirish xod desa ham bo'ladi. Xo'p, shunday eshikdan kirganda mana o'ng qo'l tomonimizga выключатор. Ikki tomondan ham kirish xodi borligi uchun bu yoqdan ham bitta выключатор qo'yganmiz, bu yoqdan ham bitta выключатор qo'yganmiz. Ikkovidan ham o'chirsa ham bo'ladi, ikkovidan yoqsa ham bo'ladi. Mana misol uchun bu yoqdan chiqib ketayotgan turgan odam bundan o'chirib qo'yib turib, bu yoqdan mabodo birov kirib qolsa, bundan yoqib olsa bo'laveradi. Mana shu holatda ikkita выключатор qo'yilgan. Shunday holatda turibdi. Hop, xonamizning isitish tizimi mana shunday Etiopipol tizimi bilan isiydi, suv bilan isiydi. Elektr energiyasi sarfiga suv bilan isiydi. Tepasida 80 litrlik suv isitgichimiz. Xudo xolasa tagiga mana отсекающий kranlar bilan безопасный qilib qo'yib ketganmiz xudo xolasa. Aristonda o'rnatayotganda mana shu narsasi o'zini komplektidan chiqadi. Buni foydasi Ariston ichida ortiqcha bosim yig'ilib ketsa, mana bu yerdan tomchilab suv qo'yib olib turadi, bosimni kamaytirib turish uchun. Обязательно qo'yish kerak bu narsani. Qo'ymasa xavfli bo'lib qoladi. Bu yerimizda partiya qo'yilgan havo almashtirish uchun. Bu yerimizda esa avtomat shitlarimiz mavjud, o'rnatilgan. Mana relay напряжения, узел и har bitta liniyaga alohida avtomat tashab chiqqanmiz. Hop, Pondi elektromontajlarimiz zazimlenali bo'lgan. Rezetkalarimizni ham ko'rib turibsizlar, mana zazimlenali. Zazimlenalarga ulangan rezetkalar xudo xolasa. Bu yerimizda kelajakda kir mashina o'rnaydi. Avtomat kir mashinaga mana sovuq suv и kanalizatsiya montajlari bo'lgan mana. Kanalizatsiya и sovuq suv и rezetkasi ham mavjud. Plus ikkitalik qo'yib qo'yganmiz rezetkani. Avtomat kir mashinamiz o'rnaydi. Hop, bu tomonga keladigan bo'lsak, bu tomonimizda mana shunday holatda tahorat zonamiz. Yaqinroqdan ko'rsatib qo'ysam. Tahorat zonamiz mana suvlarini ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Normalniy. Hop, manosida oyoq yuvsa ham bo'ladi mana. Mana oyoq yuvsa ham bo'laveradi mana. Yoki bir xonani bunday qilib mo'yka qilsa ham bo'laveradi. Naporlarini qaranglar mana. Naporlari ham juda go'zal holatda mana. Ajoyib. Mana. Oyoq yuvsa bo'ladi. Shunga moslab qo'yib ketilgan bular. Mana shunday holatda turibdi. Sovuq qo'yadigan, sochiq iladigan oyoq sochiq uchun bu yerga ham misol bosh kiyim bilan kirib qolsa, yechish kerak bo'lsa, mayga bemalol yechib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yog'imizda 70 talik Ariston, 70 santimetrlik Ariston. Uzr, Ariston devordan uzr. 70 santimetrlik rakovina. Charchab bizda 70 santimetrlik rakovina, oq sinistitlar bilan birga. Buni ham namoylari joyida. Xudo xolasa suv sachramaydi, bemalol qo'l yuvsa bo'ladi. Chiroyli holatda turibdi. Bu yerimizda stakanchigimiz mavjud. Bu narsa qo'yish uchun shunday polka qilib qo'yganmiz. Tepasida 80 ga 60 razmerdagi ko'zgu, ya'ni oynamiz. Svetlari 3 xil tarzda yonadi. Soatlari mana 10:27 bo'lib soatimiz. Hop, tepasida mana shunday sochiq ilgich. Bu yerga ham mana fen yoki soqol oladigan shunga o'xshash narsa suqish uchun rezetka tashab ketganmiz. Bu rezetkalarimiz ham zazimlenali qilingan. Hop, buni yonida, rakibinaning yonida unitaz uchun joy mavjud. Unitazga mana kanalizatsiyasi bor. Kanalizatsiyasini hozir unitaz qo'yilmaydi, kelajakda qo'yiladi. O'shuning uchun kanalizatsiyasini olib qo'yganmiz. Suvlarigacha kelib turibdi.
Hop, bu tepamizda sushilka ta'kidlanadi. Bu sushilkamiz. Plus tagida vishilkasi ham mavjud. Bu yerimizda ukulchator. Bu ukulchatorimiz ichkari xonaga ishlaydi. Bittasi vitichkasi bor ichkarida, havoni parda olib chiqib ketish uchun, bittasi svetniki. Ichkariniki xullas. Xo'p, endi xonamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, xonamiz razmeri bunaqasiga 280 razmerda bo'lgan. 280 razmerda bo'lgan. Xo'p, bunaqasiga keladigan bo'lsak, bunaqasiga 180 bo'lgan. Bunaqasiga 180, 280 ga 180 bo'lganda shunday holatda bo'lib turibdi, xudo xolasa. Endi sizlarga bu xonada menimcha tanishtiradigan narsa, devorlari PVH panel bo'lgan. PVH panel, patologiya esa Decor Plus, qovurg'ali Decor Plusdan ishlatganmiz. Mana shunday 4 ta galogen lampochkalardan qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa. Yop-yorug' qilib turadi. Plus misol mabodo bir 3 tasi kuyib qolsa ham qorong'uda qolib ketmaydi-da. Bittasi ishlab turadi, keyin almashtirib olsa bo'ladi. Aka foydalanib tursa bo'ladi. Xo'p, bu xonamiz xudo xolasa ko'rib turganinglardek razmerlarini aytadigan bo'lsam, 140 ga 180 razmerda bo'lgan. Bu yerga bitta sushilka, banner sochiq uchun sushilka ilib qo'yganmiz. Bu yerimiz o'tiradigan polga bo'lgan. Yosh kattalar, yoshlardan ham foydalansa bo'ladi. Bemalol o'tirib, mana semestitrimiz o'zining leykasi bor. Mana shunday leykasi bor. O'tirib, bunday leykada cho'milsa ham bo'ladi. Buni ham bitta sizlarga ko'rsatib beraman. Bunday qilamiz. Bir naforini ko'rasizlar. Mana shu holatda, xudo xolasa, endi sizlarga ukulolani ko'rsataman. Bu yoqqa suv sepsanglar ham mana oqib ketaveradi bu yoqqa. Ukulolari juda ajoyib holatda bo'lgan. Mana shunday lekin o'zining joyi bor. Qo'yib qo'yiladi. Devorlarimiz, bu xonamiz devorlari Pondi kafel bo'lgan. 60 ga 60 glansli kafellardan foydalanganmiz. Havo almashtirish uchun pardalarni ortiqcha parda issiqni tortish ketish uchun vitichka qo'yib qo'yganmiz. Bitta germetichli lampa bilan yoritib turibdi. Xonamiz ham 60 ga 60 seri matvi kafellardan foydalanganmiz. Bu xonamiz eski ko'rinishi bitta xona bo'lgan. O'rtadan mana shunday перегородка qilib to'sganmiz, gipsokardonda, yog'ochda перегородка qilib to'sganmiz. Перегородкamiz taxminan 12-13 santimetrlar bo'ldi перегородкamiz qaramaydi. Lekin baquvvat перегородка zo'r bo'lgan, xudo xolasa. Endi sizlarga bo'yini aytmoqman. Bo'yi 220 bo'lgan. Ikki xonani ham bo'yi 220 bo'lgan. Endi sizlarga rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodiga 20 milliondan ziyodroq pul ketdi. Bu xona rasxodiga 20 milliondan ko'proq pul ketdi, usta xizmatidan tashqari albatta. Ikki xonaga 20 milliondan ko'proq pul ketdi. Xo'p, butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.